Seni pişiramam ve yeyman. Çünkü sen televizorda oyun oynadın. Jamila telefon oynama seni olup ketaman. Mustafa telefon oynama oynasan seni olup koçup ketaman. Azize huy Azize nece bu beni aytganini qilmading darrov kechirim so'ra agar Soliha, nega uxlamading? Tez uxla hozir. Uxlamasang o'lib ketamiz. Tezroq yur, deraza shu yoqda. Ha, ko'ryapman, lekin ichkarida hech kim yo'q. Mayli, lekin ehtiyot bo'l. Uxlaydigan vaqt keldi, uxla. Hamid, nega planshet o'ynayapsan? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Oybek, nega telefon oynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Uxlaydigan vaqt keldi, uxla. Bu yerda uxlamagan bola bor ekan. Ha, chiroq ham ochiq emas. Aziza qizim, kech bo'ldi. Endi o'yin yetarli, uxlaymiz. Yo'q qizim, yaxshi qizlar bu paytda uxlaydi. Oy, ularni ko'ryapman. Aziza, nega uxlamading? Tez uxla hozir, bo'lmasa seni olib ketamiz. Endi yaxshi, barakalloh, bolalar vaqtida uxlaydi. Shirin tushlar, Aziza qizim. Feruza, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Otabek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Feruza, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Islom, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, seni pishirib yeyman. Ezoza, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Ifora, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Javohir, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Imron, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Davudbek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Samandar, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Asal, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Jamshid, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Yulduz, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Asadbek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Humoyun Mirzo, nega ota-onang aytganini qilmading? Telefon o'ynading, endi seni pishirib yeyan. Onash, nega ota-onang aytganini qilmading? Telefon o'ynading, endi seni pishirib ha. Humoyunjon, Omadbek, nega ota-onang aytganini qilmading? Endi sizlarni pishirib yeyman. Humoyunjon, Omadbek, nega ota-onang aytganini qilmading? Endi sizlarni pishirib yeyman. Bolajonlarim, endi kech bo'ldi, uxlash vaqti keldi. Bu yerda uxlamaga bolalar bor ekan. Agar hozir karavotga yotmasanglar, sizlarni olib ketamiz. Yaxshi uxlanglar, bolajonlarim. Humoyunjon, Omadbek, shirin tushlar ko'ringlar. Akbarjon, nega ota-onang aytganini qilmading? Nega telefonda YouTube ko'rding? Endi seni pishirib yeyman. Akbarjon, nega ota-onang aytganini qilmading? Nega telefonda YouTube ko'rding? Endi seni pishirib yeyman. Azimjon, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman. Doniyor, Diana, nega telefon o'ynayapsanlar? Endi sizlarni pishirib yeyman. Doniyor, Diana, nega telefon o'ynayapsanlar? Endi sizlarni pishirib yeyman. Azimjon, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman.